Ronaldo yoki Messi Jahon chempionati 2026 arafasida bu juda ham trendga chiqqan savol. Bilasizmi, Ronaldo va Messi 20 yil davomida futbol olamini o'ziga qaratib keldi. Lekin ularning eng kuchli davri 2026-yilgi Jahon chempionatida edimi? Yo'q. Ular bir-biriga juda katta jang qilgan davr bu 2010-yillar va 2018-yillar oralig'i edi. Balki undan ham ko'proq, lekin men eng avjiga chiqqan yillarni aytib o'tyapman. 2026-yilgi Jahon chempionati bu o'zgacha kayfiyatda o'tishi kerak edi. Meniki Ronaldochilar va Messichilar bahsi emas, lekin aynan mana shu mundialda bu savol keskin avj oldi. Xo'sh, qaysi biri zo'rroq? Siz shunga qiziqyapsizmi? Men faktlar bilan aytib beraman. Xo'sh, sizningcha sovrinlar futboldagi eng muhim jihatmi yoki futbolchining shaxsiy ko'rsatkichlarimi? Unda Messi Jahon chempionatini yutgani uchun Ronaldodan ustun deb bilsangiz, 2014-yilda Toni Kroos Jahon chempioni bo'lgan, ya'niki Messini mag'lub etgan holatda Messi va Ronaldodan kuchlimi? 2018-yilda Kylian Mbappe Jahon chempioni bo'ldi. Xo'sh, Mbappe Ronaldo va Messidan kuchli edimi? Aynida men Messining Jahon chempioni bo'lgancha davrni aytib o'tyapman, chunki Jahon chempionati hozir katta omil sifatida qaralyapti. Aynan solishtirish uchun bir futbolchini tanlab oldim va bu Toni Kroos. 6 ta Chempionlar Ligasida g'alaba qozongan, Messida esa 4 ta. UEFA Super Kubokda Kroos 5 marta g'alaba qozongan bo'lsa, Messi 3 marotaba. Klublar o'rtasidagi Jahon chempionatiga keladigan bo'lsak, Kroosda 6 ta, Messida 3 ta. Ya'niki ba'zi bir sovrinlar futbolchining qaysi birini zo'rroq qilib ko'rsatmaydi. Messida bor Jahon chempionati boshqa futbolchida ham bor. Ya'niki Ronaldoda bo'lmagani, u Messidan ortda degani emas. Ya'ni bu fakt bilan men Ronaldoning yonini olmoqchi emasman, shunchaki mana shu argument orqali Ronaldo va Messini farqlaydiganlarga Messi jo'llamoqchiman. Statistikalarni olsangiz ham Ronaldo ba'zi bir ko'rsatkichlarda Messidan oldinda. Futboldagi eng katta musobaqalardan biri Chempionlar Ligasi va unda Ronaldo eng yaxshi to'prar. Terma jamoasi bilan Messi katta natijalarga erishgan bo'lsa ham, Ronaldo terma jamoalar tarixidagi eng yaxshi to'prar va futbol tarixidagi eng yaxshi to'prar ham Cristiano Ronaldo. Aynan ularni gollar bilan solishtiradigan bo'lsak, Ronaldo ustun bo'lmoqda. Misol uchun Ronaldoda Pushkash sovrini bor, Messida yo'q. Nega ularning birida bor, birida esa yo'q sovrinlarini solishtirishimiz kerak. Messida bor sovrinlar Ronaldoda yo'q. Messida 8 ta oltin to'p bor, oltin butsa soni ham Ronaldodan ko'proq. Jahon chempioni bo'ldi, finalissimada g'alaba qozondi. Umuman olganda assistlari ko'proq va ba'zi bir statistikalarda Messi ustun. Lekin boshqa tomondan Ronaldoning ustunligi ham bor. Ya'niki ikki tomonni solishtiradigan bo'lsak ham o'ziga yarasha ustunliklar va kamchiliklar bor. Aynan shuning uchun ham men futbolda Cristiano Ronaldo va Lionel Messi deganda kim xohlasa o'shani zo'r deb bilishni istagan bo'lardim. Ronaldoni zo'r deb biladiganlar uning qaysi jihatlariga ishqiboz, qaysi jihatlar unga yoqadi, qaysi statistikalar unga ma'qul va qaysi xarakter unga yoqadi. Ha, ular Ronaldoni eng zo'ri deyishi mumkin va Messini zo'r deydiganlar albatta mana shunday ko'rsatkichlarni olishsin, jahon chempioni deyishsin, 8 ta oltin to'pi bor deyishsin, oltin butsasi ko'p deyishsin, assistlari zo'r deyishsin va bemalol Messi eng zo'ri deyishga haqlari bor. Agar kimdir Lamine Yamalni tanlasa, Kylian Mbappeni, Harry Kane'ni farqi yo'q. Ya'niki futbol muxlisi sifatida qaysi futbolchini zo'r deb bilsa, o'shaning muxlisi bo'lishi mumkin. Ronaldo va Messi masalasida esa ikkala futbolchiga ham teng baho berishimiz kerak. Ikkala futbolchi o'ta katta davrni o'tkazib berishdi. Ha, futbolda bunday davr boshqa bo'lmasligi mumkin, oldin ham bo'lmagan deya olamiz. Men u davrni ko'rmaganman, lekin ko'p ekspertlarning fikricha, aynan futbol bir xil tempda ketyapti. Faqat oradan Ronaldo va Messini olib tashlaydigan bo'lsak, futbol bir xil tempda. Faqat Ronaldo va Messi bu jarayonni o'ta tezlashtirib yubordi, kuchaytirib yubordi va plankalarni yuqorilatib tashladi. Men o'zim futbol sharhlovchisi sifatida endi kirib kelyapman va to'g'ri, hozir Telegram ijtimoiy tarmog'ida 3 yildan buyon futbol sharhladim. Bu Ronaldoning Saudiya Arabistonidagi o'yinlari, Messining Inter Miamidagi o'yinlariga to'g'ri keldi. Boshqa platformada bo'lsa ham ularning o'yinlarini sharhlab ko'rdim. Ikkalasiga ham munosabatim bir xil. Va endi telekanallarda futbol sharhlashni boshlayapman. Bir narsadan xursand bo'ldimki, Ronaldo va Messi davrini muxlis sifatida ko'rdim va endi sharhlovchi sifatida ularning davrini ko'rmayman. Chunki juda og'ir yuk. Hattoki ustoz sharhlovchilar Xayrulla Hamidov, Davron Fayziyev, Hasan Turdaliyev, Orif Toliyev, umuman mana shu yillar davomida futbol sharhlagan sharhlovchilar mana shu yuk bilan mana shu yillarni o'tkazishdi. Eng qiyin bo'lgani bu Ronaldoga ham Messiga ham emas, mana shu yillarda futbol sharhlagan hamkasblarimizga, ustozlarimizga bo'ldi deb o'ylayman. Endi bu ko'rsatuvning qo'shimcha qismi edi. Tepada esa Ronaldo va Messi haqida fikrlarimni aytib o'tdim. Siz ham izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. iFootball YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Albatta, Ronaldo yoki Messi bu sizning tanlovingiz.